Hammaga assalomu alaykum. Почти 1 yil bo'libdi video qo'ymaganimga. Xo'p, uyimizni уже bitta ko'chib kirib yashayapmiz. Bo'lgan o'zgarishlarni bitta aytsam, ko'chamiz asfalt bo'lgan. Oldingi holatlari вообще dabdala edi. Hop, darajalarni bo'yaganmiz. Yo'lga naves qo'yganmiz. O'zim ayg'aroq. Hop. Uchastkamizni shunaqa holatga keltirganmiz. Qilingan rasxodlarni bitta yozib yurdim. Baribir adashmay ketdim oxirida. Koridordan kirish. Bu zalimiz. Zalimizda 4,5 ga 7 metr bo'lgan. Remontlari ham bitgan. Bu yerga televizor oshxonaga olib chiqib qo'ydik. Bu yerda oyim bilan adamiz panellari, bu yoqda mani spanim. Bu yerda bitta sanuzel bor. Tahoratxonasi bor. Rakovinaga joy tashlab ketilgan. Elektromontaj ishlari ham tugagan. Wi-Fi'larni ham olib kirib olganmiz. Qarang, koridordan oshxonaga kirib ketsangiz bo'ladi. Ko'chadan ham oshxonaga kirib ketsangiz bo'ladi. Oshxonamizning ko'rinishi shunaqa holatda. Bu yerda yana bitta spalni. Navesga hali ulgurmadim. Naves qilishim kerak. Mana shunaqa 3 metrga 4 metr qilib vaqtinchalik mana shunaqa setkadan foydalanganmiz. Buni men hamma joydan tortib boylab qo'yganman. Oyimni bog'ladi. Podolimiz ham bor. Bu yoqda alohida sanuzel bor. Hali buni remontini qilmadim. Aytgancha gaz olib kirmaganimga oldingi qishda mana shunaqa yechim qilganmiz. Gidroselkani ichida 2-3 kilovatli ten turibdi. Bunga alohida sim tashlab mana olib chiqib ketilgan. Bu tokda taxminan 40-50 gradus isitib berdi. Lekin bir oylik rasxod 7 million atrofida chiqdi. Hop, mashdan to'g'ri kanalizatsiyani ochib ketganmiz. Ikkita hammomnikini. Bu yoqdagi yer tualet erkaklar uchun. Hozircha instrumentlar turibdi. Yer tualet. Ham kanalizatsiya vazifasini bajaradi. Mana bu yerda Adler tug'ularimiz bor. Lyuks sharoitda yashashyapti. Buni ham setkadan chiroyli qilib ingib berganmiz. Har kuni 4 tuxum berib turibdi. Hozircha shunaqa holatda. Gullarimiz ham ochilgan mana. Hop. Qorasuvoq holatida taxminan 1 oy ichida qattiq mehnat bo'ldi. Shu uyga 12 ming va 16 ming atrofida remontiga ketdi. Santexnikasi, usta haqqi, hamma narsasiga shunaqa narx ketdi. Endi qilinadigan bitta ish qoldi. Xo'p, hozir tushuntiraman sizlarga. Qilinadigan ishimiz mana shuni to'g'ri 70 cm olib borib, 1 metr joy qoldirib, keyin yana fundament ko'tarib, ariq ko'tarib, o'sha 1 metr qolgan joyga polniy daraxt gul ekish niyatim bor. Mana shu atrofdagi taxminan bitta archa, bitta pavloniya ekiladi. Uyga soyasi berib turish uchun. Mana bu yerda yo'l tor bo'lgani uchun uy ozgina olib kirib, stanka qilib qo'yganmiz. Bu
o'sha qurilish oldidan rejalashtirilgan edi. Mana shu fasadga necha pulli rasxod ketadi hozir tramiting qildirsam. Lekin uyimizni salkam 4 yil qurildi. 2019-yil karantin boshlanishidan oldin olingan. Karantinda aka-ukalar o'zimizni beton quyish boshlaganmiz. Chunki ustada yo'q edi, ko'chaga chiqish mumkin emas edi. Shu YouTube kanalimda polniy ishlar qilingani hammasi bor. Shu uyga общий hisobda 35 ming 40 ming atrofida pul xarajat qildik 4 yil ichida. Hozir endi yana xarajat bo'ladi. Chunki bu yoqdan hozir gaz olib kirishim kerak. Oshxonaga bitta, kotyolga bitta, keyin mana bundan bu yoqqa перемычка qilib naves berishim kerak. Navesni mo'ljalini mana shugacha olganman. O'shaniki bu yerga ekin-tekin qilinmagan. Mana shugacha bo'ladi. Kiraverishda bitta karavot qo'yamiz. Mana stol mana bu yoqqa joylashadi. Yana qanaqa ideyalar bor? Kim qanaqa qurilish qilgan? Qanaqa yechimlar qilgan? Yana bitta ma'lumot. Oshxonadan chiqqan idish-tovoqlarni yuvilgan anaqasi alohida kolodsiz qilingan. Mana shu ichkariga dush suvi. Xo'p, bu dushli kanalizatsiya bor. Bitta dushki, bitta tahoratniki, bitta tegada kirmoshina bo'ladi, tepasida rakvina bo'ladi. Lustralar ham mana, asfinasi chiroyli chiqqan lekin, ko'rsatmasin. Aytgancha oldingi yil qishda gaz bo'lmaganiga mana bunaqa $80 turadigan, tokda ishlaydigan radiatorlar olib turganmiz. O'zimizning uyga qo'yilgan radiatorlar. Mana bunaqa suvda ishlaydigan radiatorlar. Ana mashina men tokda isitdim. U yoqda o'sha ten orqali polniy isitdim. Endi mana shu uy kanalizatsiyasi bu alohida qilingan. Uni hozir ko'rsataman sizlarga. Oddiygina misol mana shu zinani o'ziga kafellari, g'isht terish, to'ldirish, beton quyish, mana shu holatiga kelishini o'ziga salkam 10 million pul ketdi. Qurilish oson emas ekan, lekin juda ham qiyin. Lekin qilsa bo'ladi. Biz ham bir kambag'al bolalarimiz aka-uka topganimizni uyga tashib, birsini topsa g'isht tushirib qo'ydik, birsini topsa sement tushirib qo'ydik. Bitta ikkita dona daraxt ekkanmiz. Bittasi siren, gulli. Bu yerda rayhonlar bor, mana bu olcha. Endi mana shu kanalizatsiya shu bo'yi ko'rgan mana shundan to'g'ri olib chiqib ketilgan. Hammom, tualet, kirmoshina uchun qilingan. Sizlarga yoqdimi mana shu ko'rinish? Xudo xolisa yana ustida ishlaymiz. Qo'shni tarafdan ham suv oqib chiqqanmiz. Yo'limiz ham ancha kengaygan. Hozir yana 80 cm qo'shsak, bemalol yig'in-tig'in bo'lganda mana shu mashinadan taxlab qo'ysa bo'ladi. Mana bu mashina kirib chiqish oson bo'ladi. Arig'imizda postoyanniy suv bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana suv postoyanniy oqadi. Mana shu yerda to'rtburchak basseyn qilib qo'ymoqchiman. Shu ertaga hamta zina qilib, kelinlar suv olib ko'chaga suv sepishga. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar.